Ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda tuman prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahar Yangi hayot tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda aldov yo'li bilan 30 ming AQSh dollar talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Aniqlanishicha, 1974-yilda tug'ilgan fermer xo'jaligi ishchisi imkonsiz ko'ringan, muammoli insonlarga o'zini organ xodimiman deb tanishtirgan holda bir nechta fuqarolarni aldab chuv tushirib kelgan. Uning siyosatli gaplariga bu gal ham aldanishdi. 1985-yilda tug'ilgan fuqaroning yurtuvida bo'lgan jinoyat ishini ijobiy hal qilib berish maqsadida o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, ish uning foydasiga hal qilib berilishini va'da qiladi. Evaziga 30 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni talab qilgan. Kelishilgan kunda Toshkent shahar Sirg'ali tumanida joylashgan kafelarning birida aytilgan puldan avvaliga 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.